Qanday brightnessni kamaytiramiz. Brightness. Ana. Ketdi. Ramzes vs Timur. Nechta pobedagacha o'yin? Hozir Arslanboy o'tgandi. 2 ta pobedagachami, 3 ta pobedagachami? Uchta pobedagacha. Bu degani ancha o'yin bo'lar ekanda. Ancha o'yin bo'lar ekan. Yotib olib tomosha qilsalaring bo'lar ekan. Boyagi chips balomatlarni olib kelib olaveringlar cho'chimasdan. Stream bo'laveradi, stream. Yaxshi, Ramzes o'yinni ochib beryapti. 2-0 bilan. Timur balkim tren qilmasdan kirgandir. Hanikida boya ko'chaga chiqdim, chips olib kelmayapman-da. Ichishga narsa olib kelganman lekin. Ma'murov nima sotib olishdi? Bu hali birinchi o'yin. Tegdi. Yo'q, reaksiyasi ish bermadi Ramzesni 2-1. Hozir hamma ekran zapisi yoqqan. Okey. Evilda. Yo, akkauntimni sotmayman. Ye. Akkauntingizni sotsangiz mabodo deb savol berildi-da. Hozir sotasizmi deb emas. Sotmayman akkauntimni. Ikki. Mayli, o'yinga e'tiborni qaratamiz, keyin ora-orada chatni o'qiyman. Yaxshi. Prям low HP, 0 HP desa ham bo'ladi. Timurda 3-2. O'zini portlatyapti. Bam. O'zini portlatish bormi shunda? O'zingiz ham o'ynaysizmi? Bular yutib finalga chiqqani bilan o'ynayman oxirida. Ramzes jonini to'ldirib bo'ldi. Timurning ham joni to'lyapti, lekin qochish ulguradimi? Vo, gap yo, Timurdan chiroyli move. Yomon berdi. Ramzes kutmagandi. Qochib ketadi deb o'ylagandi. Yaxshi, 4-2. Ramzes nima qilyapti? Yana xuddi shunaqa holat. Timur 1 HP qolgan payti otolmay qolyapti. Bu shoshilishmi bilmadim. Birinchi o'yin hali bu. Bu hali birinchi o'yin. Hozircha hisob 5-2. Ana. Bitta hit yedi, bitta tela yedi. Yaxshi. 5-3. Bu hali o'yin yarmi
oldinda va yana 3 ta o'yin bo'ladi kamida. Shoshilmayapti Ramzes push qilishga. Timur qochib oldi. Qoch. Qani Ramzga o'tamiz. Yaxshi. Ramzes hisobni qisqartiryapti. Bir dona kill farqi bor yo'g'i. 4,5 minut vaqt bor oldinda. Hamma o'zini prediktini aytsinchi, taxminini kim yutadi birinchi o'yinda? Ramzesmi? Timurmi yoki Durang? 3 ta variant bor sizlarda. Hamma o'zini variantini yozsinchi. To'rt minut vaqt. Yaxshi Ramzes. Voy, Timurdan chiroyli pik. 604. 2 ta kill farqi bo'lib qoldi. Yomon urdi lekin hozir. Metga bormidi yo'qmidi? Yo'q, metga berdi, lekin bu metga kiradimi yo'qmi? Organizator. Metga berib sразу otib yubordi-da. Bo'ldi. Temur o'sha qizyapti. Metga ber eshak. Rahmat Fediya, jannat uchun. Ya metga berdi, 1 sekund oldin berdi. Bitta metga berib sразу otishni boshladi. Shu joyda ko'rib chiqish kerak. Shunda ham bir dona kill farqi baribir. Ko'ramiz. Close fight. Ramzes. Yaxshi Ramzes. 6-6 qilyapti hisobni. Boy, bitta minus kill bo'lsa agar shuni hisobga olmaganda. Yaxshi. 7-kill ham. Avtopodbor yoniq ekan shekilli. Chek var ishi. Bilmadim, Ramzes juda ham shoshilyaptimi? Ko'p mashina xato qilib qo'yapti. Timur bir xafa qolgan payti urib qo'yapti. Ay. 1 minut vaqt. Timur yana konteynerga chiqib oldi tepaga. Timur naryoqda yuribdi. Orqada. Aytganimdek. Chat, like bosmasdan stream ko'rayotganlar bo'lsa like bosinglar. Obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Mana shunaqa show matchlar haftada har yakshanba kuni bo'ladi. Ayo, bo'ldi, bu o'yinda yutdi Timur. Timur agar Ramzesda bo'yi bitta minus killni ham hisobga oladigan bo'lsa, o'sha birinchi o'yin GG.
Yaxshi. 7 sekund 2 ta kill qilsa. Oy 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 oy, xarosh. 8 8 bilan tugadi o'yinimiz.